Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bilaman ancha vaqt video olmay qo'ydim. Bilaman ko'pchilaring ham aytdilaring nimaga to'xtab qoldingiz aka, avval bundan so'ng videolar disku deb. Mayli endi qaytdim. Bu to'xtagan sabab shundaki, sizlar ko'plaring ba'zi yangi kelgan akkauntdagilarda, ya'ni oddiy akkauntdagilarda bot deb sanlar bo'lsa qilasizlar. Iltimos, aka o'shanga bot demasalaringchi. Bot desalaring o'zi ko'ngliga og'ir bo'ladi, balki u yangi igrokdir. Ko'ngliga og'ir bo'lgan siz qaytamiz misol uchun. Bilaman ko'pchiliklaring bunday demaslar degan aytmoqchiman-da ba'zi. Mana o'zim hatto donaterman, mana akkauntimda qancha qimmatli narsalar bor. Juda ham qimmat. Lekin shunga qaramasdan kommentga bot deb yozibsizlar-da. Akalar qaranglar-da. Birinchidan bunday demanglar-da, ikkinchidan esa agar bot deyorsalaring o'zi igrokka yoqmay ketadi. Ular ham avval sizlarda davrlarni bo'lishgan. Misol uchun tasavvur qiling, sizlarning ham kirganlaring akkauntlaring birinchi bo'lib oddiy bo'ladi, shundaymi? Bilaman, o'zlaring ham boshlaringdan o'tgan, kim biladi. Bu davrlarda yashab o'tgan bo'lsalaring, balki ular shu davrga endi kelib yashayotgandir. Iltimos shuning uchun akalar, bu yangi kelganlarni yoki bo'lmasa akkaunt oddiylarni bot deb chaqirmanglar, yoki bo'lmasa shunga o'xshash bironta ko'ngilga yomon tegadigan gap aytmanglar, iltimos. O'zi bilaman, o'zlarini birliklaring faqat shuni deysizlar, hammalarini emas. Ko'pchiliklaring aytasizlar, bular botku, shunga bot deymiz, unday deymiz, bunday deymiz deb. Lekin bunaqa demanglar. Birinchidan kirgan akkauntlaring ham sizlarda oddiy bo'lgan, birinchi kirganlardan ham. Shuning uchun iltimos, ko'pchiliklarni bot demanglar. Давайте masalan videoni boshladik, videoga like va podpiska bosishni davom eting. Yana bir narsani aytib o'taman. Mayli shu sizlar endi kamsimasliklaring uchun mayli sizlarga atab donat qildim. 120 UC mayli kam emas, ko'p emas, normal holat bo'ladi deb o'zim UC donat qildim. Mayli bot demanglar, unday qilmanglar, akkauntga qarab baho bermasliklaring uchun. Mayli masalan videoni boshlayveraylik. Chunki o'zi ko'p joylar ham o'tib ketyapti. Bugun men challenge bajaraman, ya'ni obunachimdan keyin u ham 30 ta kill qiling deb yozibdi. Men esa bu obunachimni aytgan so'zlarini, aytgan gaplarini yoki aytgan shartlarini yerda qoldirmaslikka qaror qildim va shuning uchun mayli deb aytgan shartni bajaraman. Videoni kuzatishda davom eting.
Mana obunachilar siz aytgan challenge'larni bajardim. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna va like bosing. Va kelasi videolargacha menga yangi challenge'lar bering. Men u challenge'laringizni qo'ldan kelganicha bajaraman. Agar video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib qo'ying. Agar siz YouTube'da yangi bo'lsangiz obuna qo'ying kanalimizga va qiziqarli videolar tomosha qiling.